Hormayli. Men O'zbekistonni islomizatsiya va arabizatsiyasiga qarshi chiqadigan odamman. Men bu suratni ko'ringlar-da, keyin yo'g'iga gaplashamiz. Endi gapi to'g'risi, bu qizni taniymanmi? Yo'q, tanimayman. Lekin bitta narsani aniq bilaman, videolarni ko'rib chiqdim. Fransiyada yashar ekan bu qiz, Dog'istonlik. Rosa yig'layapti. Mana Dog'istonning qizlari ochuv-sochuv bo'lib ketyapti. Hijoblarni yechib yuboryapti, borgan sari hijoblarni yechib yuboryapti deb yig'layapti. Endi bular hammasi bir go'r-ku, o'zinglar bilasizlar. O'zbekmi, chechemi, Dog'istonmi, boshqalarmi boshida hijob bo'lmasa ochuv-sochuv bo'lib sog'langan bo'ladi. Agar har qatana bitta trusida qiz ketayotgan bo'lsa, boshida hijob bo'lsa, ana kiyimga o'ralgan, bekisilgan bo'ladi. Endi buni gapiga qarab, men bitta video ko'rsataman. Bu videolarni sizlar ko'rsatdim esinglarda bo'lsa. Mana endi yana bitta video ko'rsataman. Yaxshilab ko'ringlar. Ko'rgan videoyingiz bu Dog'istonlarning yoshlari lezginka raqs tushyapti. Bir to'da qiz turibdi. Qanchasida boshida hijob ko'rdingiz? Qanchasi? Sanadingizmi? Qanchasini boshida mana shu xotinlarning hijob? Bu gap haqiqat. Dog'istonning qizlari malades. Xarakteri bor Dog'istonning qizlarini, tushunasizlarmi? Bu badan meniki deydi, boshim ham meniki deydi. Xohlasam o'rayman hijobni, xohlamasam o'rayman. Ana hammasi yechib yuborgan hijoblar. Onangni skiydi, mana shunda o'z-o'zidan yechib yuborib, o'zidan qizlar yechib yuborib, nahv tashlab yubordi bu hijobni. Bir vaqt moda bor Dog'istonda hijoblar o'rab, keyin bundoq qarasa qul bo'lib ketyapti. Hurmati yo'q. Ishchayday bilan ishlatyapti. Ishchaydan ganyas qilyapti. Sen musulmon qizsan, buni qilasan deb ishchayday, короче, bunga отношение qilyapti, tushunasizlarmi? Onangni ski deydi, mana shu hijobni shart deb yechib yubordi. Bu faqat bizani mana shu birinchi nomer vodiy, keyin qolganlar ham mana Toshkentmi, boshqa, voy meni xo'jayinim, meni ko'timga yetardi. Voy meni xo'jayinim buni qildi. Meni xo'jayinim boshida hijob o'ralgan, voy meni xo'jayinim. Voy meni xo'jayinim. Ondan yo'g'ir. Bir to'da bo'lib Rossiyada sotilib ketyapti kopeykaga o'sha hijobli o'ralgan suchkalar, mana shu o'zbeklar. O hijoblarga o'ralgan. Ochlikdan, keyin bo'lsa ish yo'q, ochlik, o'sha ishsizlik, ochlikni o'zlari qilib olgan. U harom, bu harom deb men ming marta buni tushuntirganman. Hozir tushuntirib o'tirmayman, vaqt yo'qotib, o'zingizlar bilasizlar. Xizmat sohalari rivojlanmagan, chunki bular u harom, bu harom deb hozir kapitalizm, davlat ish joyini qilmaydi senga, faqat jamiyatni o'zi qiladi. Men Germaniyani qara, Yaponiyani qara, butun g'arbni qara, jamiyatni o'zi qiladi, ish joylarini kapitalizm bo'yicha, tushunasizlarmi? Bular u harom, bu harom deb hammasi chirib ketgan. Rossiyaga borib bir tinga sotilib ketyapti bu gnidalar, mana shu hijobga o'ralgan gnidalar. Bolalarini ham shunaqa qul qilib yuboryapti. Mingtasi bularni fohisha bo'lib ketyapti, o'sha hijobga o'ralganlar. Bu haqiqat, bu turgan gap, bu aldash yo'q bo'pti. O'zinglar ko'ryapsizlar. Endi mayli. Aytmoqchimanki, Fransiyada yashab, men bunga kommentariy yozdim. Конечно, bu kommentariyaga bu javob bermaydi. Men aytdimki, "O, menga qarasan, bilasanmi, mana shu Dog'istonga arablar qana kelgan. Derbentga kelgan, to'g'rimi? Derbentda Arabskiy imperiya Derbentni bosib olgan Dog'iston, короче. O'sha yerdan sanga o'xshagan so'skalarni, mana shu islomiy shuluqalarni ular qullikka olib ketgan. Unda musulmon bo'lmagansizlar hali deyman. Unda musulmon bo'lmagansizlar, sanlarni qullikka olib ketib, oziylarga berishgan, ko'tinglarga yuborishgan arablar. Rosa. Bu haqiqat. Qullikka olib ketib, bolalaringlarni qul qilishgan, o'sha Arabskiy imperiya qullikka olib ketgan. Yana qaytaraman. O'sha yosh qizlarni, yosh bolalarni qullikka olib ketgan Arabistonga. Rosa aytdi, bilat, вообще buxnam birga aralashtirishgan. Sani hurmatingni butun o'sha yerda. Tushunasam, endi sen ularni inshaalloh mashallohim deb yuribsan, arablar ko'tini yalab, o'sha Makkaga borib toshni yalab yuribsan. Jizza to'lagansan sen pidarasda. Jizza bu pastga uradigan, umuman odamni pastga uradigan, chimoq qiladigan soliq bo'ladi. O'sha soliqqa kirardiki, o'sha jizzaga qizingni berasan, yosh qizingni berasan, bolangni berasan, короче. Olib ketardi Arabistonga qul qilib. O'rta Osiyo, hozirgi O'zbekiston, eski O'rta Osiyo ham shu. O'shaning uchun men aytaman, Chimo Musayevlar, Arab qul Musayef Chimo onasini ski bu gandonlarni. Yana necha marta gapirdim, qaranglar, necha marta mana shu tarixni aytib berdim. O'rta Osiyoning tarixi nima bo'lgan? Qutayba kelgan, qullikka olib ketgan yoshlar, короче, qanaqa erkaklarni o'ldirgan, olimlar kitobini yoqgan, yosh qizdan qullikka olib ketgan, jinsiy qulliga. Bu Chimo, ey Allohim, Alloh rozi bo'lsin, ey Allohingga skaysani gandon.
Muhammedingskay pidor блядь. O'shaning uchun so'kib tashlaman sanlarni. Bildingmi? Gandon bu. O'sha mavzuga bir narsa ham gapirmadi. Musayev ham gapirmadi. Abram Muxtor Ali ham gapirmadi. Boshqa anaqa ham gapirmadi. Nima deydi? Muxtor Ali gapirgan, endi aldagan, конечно. Domlalar gapiradi buni. Domlalar gapiradi, aldaydi. Yo'q, Qutayba yaxshi odam bo'lgan, qullik hech kim olib ketmagan. Rosa bizga achinib, mana shu islom dinini olib kelgan. O'sha gapiga Muxtor Ali ham qo'tog'ini yebdi, qolganlar ham, qolgan domlalar qo'tog'ini yebdi. Mana shu joyda u Gandonni nima uchun aldayapti? Aldayapti chunki ularning biznesi. Bu hozir islom din bularning biznesi bo'lgan, o'shandan kattakon pul ko'taradi bular, tushunasizmi? Muxtor Alining yaxshi tomonlarini ham gapirganman. Lekin yomon tomonlari shu, haqiqatni gapira olmaydi. O'shanga ko'ziga yetardi, Muxtor Ali. Sen mendan yoshsan. Menga qarasan ablah. Haqiqatni gapir, bilding? Haqiqatni gapir. Mard bo'l Gandon, mard bo'l Muxtor Ali Gandon, mard bo'l chmo, haqiqatni gapir. Qutayba kelib qullikka olib ketgan yoshlarni, qaqshatgan odamlarni, mulkini olib qo'ygan. Olimlar kitobini yoqgan Gandon. Buni mingta anaqa olimlar yozishgan, mingta. Xitoyning olimlari ham yozishgan. At-Tabari ham yozgan buni Gandon. Mard bo'l Muxtor Ali. Mard bo'l chmo yobini. Pidaras. Mana shu aldaganiga jahlim chiqib ketadi. Aytayapman, Muxtor Alining yaxshi gapirgan gapi ham bor. Men aytmayman. Nega mana shu joyini yolg'on olib ketyapti bu pidaraslar? Chunki sanlarning biznesinglar bu, bilding, pul qilasizlar Gandon. Mayli, mavzudan qochdim. Короче, mana bu Fransiyada mana esingizda bo'lsa, Charlie Hebdo degan jurnal karikaturasini qiyandi anaqani. Muhammadni karikaturasini qiyandi, keyin bo'lsa islomchilar Fransiyada bir ikkita fransuzni o'ldirishgan. Undan keyin nima bo'ldi? Hamma gazetlar, hamma jurnallar karikaturani 10 barobar ko'p qilib ana sangada biz sanlardan qo'rqmaymiz deb. Вообще hamma jurnallar, hamma gazetlar karikaturani qilib ko'chada o'zini masalan o'yida, o'zini yerida odamlar kattakon plakat qilib yuborishdi. O'sha Muhammadning karikaturasini. Politsiya ham hech narsa qilolmadi. Bunga nimaga? U aytdiki, bu meni joyim. Men bunga pul to'lab sotib olganman. Meni dokument, xohlagan narsamni qilaman. Bu qonun buzayotgani yo'q. Bu karikatura Muhammadniki. Haqim bor, demokratiya orqali bunga haqim bor deb hech narsa qilolmadi o'shanda politsiya. Mana shunaqa. Shvetsiyada masalan bittasi qurg'onni yoqganda uni kimdir otib o'ldirib yubordi, qarshi. Otib o'ldirib yubordi o'sha bittasini. Keyin mana Xudo urdi, "Evanneynski san Gandonlarni, sani Allohing faqat bitta odamga kuchi yetar ekan, o'sha qurg'onni yoqgan bitta odamga yetar ekan, kuching Gandonda. O'sha ablah Allohingning kuchi bitta odamga yetar ekan, o'sha qurg'onni yoqgan." Lekin menga qara, o'shandan keyin, o'shani o'ldirgandan keyin butun Angliya, Niderlandiya, Gollandiya, Fransiya, Belgiya hamma yoqda qurg'onlar yoqildi. Millab protest bo'ldi, unga protest. Yana bir marta qaytaraman, qurg'on yoqganni o'ldirib yuborishgandi Shvetsiyada. O'shandan keyin protest bo'lib, hamma yoqda qurg'onlar yoqdi. Mana sanlar biz sizlardan qo'rqmaymiz deb. Butun hozir Fransiyada, Angliyada, anaqa Irlandiyada hamma yoqda o'zbekdom kechirasiz. Hamma yoqda musulmonlarning amni chiqazyapti hozir hamma. Mana Fransiyada nima bo'lyapti bilasizlar? Специальный отдел bor, masalan to'polon chiqsa, spetsnaz politsiya Fransiya bor, shuna spetsnaz. Va anaqa vayska spetsnaz nachini bor-ku, o'sha politsiyaning ham spetsnazi bor. Hammasi arablar ekan. Arablarni ishga olgan anasanga. Arablarni ishga olib, ularni politsiya qilgan. Pizdet, bu arablar o'zinikini nima desan ekan, fransuzdan battar ekan ular, pizdet. Kelib arablarni, o'sha arab politsiyasi, arablarni kelib vashi kodlarini mana qilib shilib yiritib tashar ekan onasini. Mana bunday qilib u arablar xuye chiqqani, voy politsiya bunaqa qilmaydi. Bittasi maskani yechibdi, короче, bitta politsiyasiga maskani yechibdi. O pidaras basharamga qara. Arabcha gapiryapti. Basharang bilan masanga o'xshagan arabman. Lekin odamgarchiligim bor. Sen Gandonli shu mamlakatga kelib, butun millatni pozor qilib yubordinglar. Endi biz sanlarni ko'tinglarni yirtamiz deb. Mana shunday qilib Onneyski, mana bunda ko'tini basharasi, mana bunda qilib shilib olar ekan, pizdet. Endi spets отдел именно arablardan, hammasi arablar. O'sha arablarni to'polon qilayotgan musulmon arablarga tashar ekan. Endi asosiy nomer 1 Fransiyada eng ko'p musulmon arablar bo'ladi. O'sha masalan to'polon qilayotganda, arab musulmonlar to'polon qilayotganda, fransuz oppoq fransuzlar kelmas ekan. Fransuz arablar kelar ekan. Ular ham fransuz, fuqarosi Fransiya. Politsiyada ishlayapti arablar. Eng yomon o'ziniki ekan, mana sanga. Eng yomon pizdet ular
Xudoga cho'qinar ekanki o'sha arablar. Faqat o'zimizni arablar o'zi kelmasin. Fransuzlar kelsa, ko'timizga ham it orsin, fransuzlar kelsin. Oppo fransuzlar kelsin deyapti, tushunasizmi? Ko'timizga it orsa ham o'sha oppo fransuzlar kelsin, faqat o'zimizni arablar o'zi kelmasin deyapti. Arablar kelib manifestatsiya nima shunday onasini shilib olar ekan, ko'tini ham bashirasi manna qilib onneni urib tashlar ekan. O'sha yerda turgan joyida, yotgan joyda tepib urib tashlar ekan. Aytaman-ku, bir nechtasi maskasini yechibdi. Qara basharanga gandon chaq. Basharanga qara ko'tardi boshingni. Taq ko'tar boshingni dema gandon. Tanib olsam mana, arab basharani tanib olsammi deyapti. Ko'rmasam arabni. Arab tilida gapiryapti, tushunasizmi? O'sha politsiya. Men arabman, gandon arabman. Lekin sandakalarni ko'tingni yirtaman deyapti. Shu mamlakatga kelib san chimoli haddinglardan oshib ketdinglar deyapti. Pidaras dashi islomda yo'q narsani qoslar o'sha. Islomda dashi yo'q narsani qoslar deyapti. Pizdez. Butun bular o'zi musulmonlar o'sha Shvetsiyadami, Fransiyadami xuyes qilib ketdi u pidarasni. Nimaga desanglar, o'zi Yevropani o'zi aybdor. Mana shu gandonlarni qabul qilib, ovqat berib, odamgarchilik qilib o'sha Yevropa bu chishmo'larga musulmon odamgarchilikni tushunadimi? Bu chishmo musulmon. Bunga qancha ko'p odamgarchilik qilsang bu musulmonlar shuncha ko'p boshga tushib ketadigan gandonlar. Allohingizki, namozingizki, Muhammedingizki. Shuning uchun men ham so'kamasam gandonlarni, bildingmi endi?